Mana bizni kelin duyi. Mana. O'g'ri tomoq kech payt bir nimalar olib kirib yeydi, mana. O'g'limga yashirincha bir nimalar olib keltirib yeydi bu kelin, mana. Hech vaqoga qaramaydi, ana qo'ygan narsasini qo'ygan joyini qaranglar, beparosat. Kirorishda hammaga ko'rinadi. Mana ichadigan dorilarni qaranglar. Yosh turib shuncha dorilar ichishga nima bor, a? Biz shunaqa dorilarsiz bir chiroyli yashaganmiz. Sappa sog'miz, Xudoga shukr. Buni qaranglar. Shuncha kosmetika biz ko'rganmizmi yo? Tushimizda ko'rganmizmi yo? Hech bo'lmasa shuncha narsani. Ana, tillalarni yashirib qo'yibdi. Mana o'g'lim pullari qayerga ketayotgan ekan, mana. Nima? Ikkitagini onasinikiga berib yuborgandir-da. Onasini ham biz boqishimiz kerak. Onasining kafilligini ham biz olganmiz. Domda ko'chatda ekib nima bor ekan? Buni qaranglar. Beparosat kiyimlarni qaranglar.